Senga birodar mehri, vafosi, ixlosi bor bo'lgan bitta birodar yoningda turishi Allohning bergan katta marhamatlaridan. Yoningizda bitta birodar bor, mehri bor sizga, shafqati bor, ixlosi bor, vafosi bor, qalbi sizga nisbatan toza. O'shaqa oynadanchi bitta bo'lsa hayot zo'r bo'ladi. Bormi shunaqa odamingiz? So'rang o'zingizdan. Har qanday siringizni ishonib ayta olasiz. Aniq bilasiz, sotib qo'ymaydi. Aniq bilasiz, sizni tashvishingizni, g'amingizni qiladi. Bormi shunaqa odam? Qiyomat kunida hamma qo'rqib, ahvoli nima bo'lishligini bilmay, xavotirda turgan paytida Alloh taolo aytadi: "Men uchun bir-birini yaxshi ko'rganlar qani?" deydi. "Men uchun bir-birini yaxshi ko'rganlar qani?" Hech qanday soya bo'lmaydigan bugungi kunda o'zimni soyam bilan soyalantiraman deydi. Bu ulug' martaba. Bu katta narsa. Demak, bunga olib boradigan yo'l ham oson bo'lmaydi. Senga birodar mehri, vafosi, ixlosi bor bo'lgan bitta birodar yoningda turishi Allohning bergan katta marhamatlaridan. Yoningizda bitta birodar bor, mehri bor sizga, shafqati bor, ixlosi bor,